Rangsiz gullar, ko'zda yosh, yurakda chandiq qoldiradigan hikoya. Har bir gul rangli bo'lishi kerak edi. Ammo ba'zilar hayotdan rangini yo'qotgan. 29 sentyabr 2025-yilda soat 21:45 da Sevimli Tuda 3-3-qism chiqadi. Yangi his-tuyg'ular va burilishlar va'da qiladi. Serialning samimiyligi hayratda qoldiradi. Qahramonlar bilan har daqiqani his qilishga majbur qiladi. Aktyorlarning o'yini shunday ishonchli, go'yo ular haqiqatda yashaydi. Syujet esa oxirigacha hayajonni saqlaydi. Menga mualliflarning drama va iliqlik o'rtasidagi muvozanati yoqadi, banallikka tushmasdan. 3-3-qism intrigani chuqurlashtiradi, oilaviy sirlarni ochadi va ruhni tebratuvchi kechirim lahzalarini beradi. O'tkazib yubormang, bu insoniy his-tuyg'ular olamiga sayohat, har qism o'ylantiradi. Rangsiz gullar o'zbek madaniyatini sevgi va xiyonat mavzulari bilan birlashtirib, hamma uchun yaqin. Soundtrack kayfiyatni aks ettiradi, vizual effektlar shoirona. Bu qismda munosabatlar rivoji yurakni tezlashtiradi, mojarolar ruhiy kuch ko'rsatadi. Chuqur hikoyalarni sevuvchilarga tavsiya etaman. Bu melodrama shoh asari.